Nexia'mızı Mahir bizga beramiz. Demak, ipoteka xizmatini serg'ayrat xodimi uchun sotib olingan avtomobil o'z o'rnini egalladi. Ko'ramiz, ushbu avtomobil qaysi omadli xodimga nasib etar ekan. Birgalikda kuzatamiz. Ketdik. Ipoteka xizmati xodimlari bugun iftorlik qilish uchun ushbu restoranga tashrif buyurishdi. Har yilgi an'ana bu yil Ramazonga to'g'ri kelgan ekan. Demak, iftorlik tashkillashtirilgan. Assalomu alaykum hurmatli ipoteka xizmat xodimlari. Bugun o'ylaymizki, juda ham ko'pchilik hozir xodimlarning ichida hayajonda o'tirganlar bor. Bir qancha duolar o'qilgan bo'lishi ham mumkin ishlar. O'zinglar nima deb o'ylaysizlar? Kim oladi avtomobilni? Marhamat qilib avtomobilni Barchinoy oladi. Desak, mana shunaqa kayfiyat bo'lishini taxminan bilib oldik. Yomon emas, lekin kayfiyat zo'r. Nima bo'ldi? Zarfaga nima bo'ldi? Hammasi yaxshi? Zarfaga oladi deganlar. Mana shu kayfiyatni ushlab qolamiz. Biz esa mikrofon qarshisida o'zlarining yaxshi niyatlari, yaxshi tilak va tabriklari va ajoyib sovg'alar ila Hayot aka bizni taklif etamiz. Assalomu alaykum Hayot aka. Juda ko'pchilikning hayajoniga sabab bo'lib turgan inson. Demak, mikrofonni taqdim etamiz ularga va o'zlarini qisqacha hisob-kitoblari va albatta sovg'alaringni marhamat. Assalomu alaykum. Mashinani mana hozir kimga chiqsa, mana bir muzohma notariusimiz bor. Sirasi shu yerda qo'yib qo'yib, joyida shu syomkalarni oldida sirasi joyida nominglarni o'tkazib beradi. Nega beradi? Zarurdan siz Bunda Nexia'mızı Mahir bizga beramiz. Demak, Mahir o'rni Guldiroz Qarsiylardan tabriklab qo'ysak bo'ladi. Marhamat, sizga sahnaga taklif qilamiz. Tabriklaymiz. Va albatta, quvonch ko'z yoshlari, hayajonga to'lgan quvonch ko'z yoshlari. Mahir mana shu qisqa hayajonda ikki og'izlardan o'rnisiz bo'lmaydi. Marhamat. Nexia 3 avtomobili menga nasib kollektiv orasida ipoteka xizmatida ishlayotganiga 5 oy bo'lgan bo'lsa, umuman kutmagan natijalarim Alloh beraman hech ketmas ekan. Umuman kutmagan natijalarni ko'rdim. 3 ta nomzod ichiga kirib olib ko'rdim. Ipoteka xizmatiga sotuvchilar bilaman. Judayam hayajondaman. Bilaman o'ylab chiqdim. Nimaga ganim sakit ketganini bilmayman. Hozir o'tirishdayam. Hammaga rahmat. 116-adratimiz Mohir Nurxonga avtomobil muborak bo'lsa, qolgan xodimlarga ham omad tilaymiz.